Agar siz ham quyonchilikni boshlamoqchi bo'lsangiz, bu videodan keyin balki boshlamasligingiz mumkin. Sababi hozir quyonchilikdagi juda ko'p minus tomonlarini, asosan minuslarni aytaman. Lekin foydasi bor. Lekin nima bo'lganda ham xulosa o'zidan bu degani quyonchilikda foyda yo'q degani emas. Bu degani kutuvlarni to'g'ri qilish. Sababi odamlarning kutuvlari noto'g'ri bo'lganligini hisobidan qo'shimcha savollar kelib tushyapti va ba'zi bir bu munosabatlarga ta'sir qilyapti. Ya'ni boshida quyon oldi, yaxshi edi, lekin oxirida sal ko'paygandan keyin, sal shoshib, kutgandek natija bermagandan keyin, kutgandek narxga sota olmagandan keyin yana menga chiqib bo'layotgan, so'ralayotgan savollardan kelib chiqqan holda bu video tayyorlanyapti. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, quyonchilikdan o'zi daromad qilsa bo'ladimi desa, daromad qilsa bo'ladi. Boshida bu hobbi edi. Ya'ni bundan 2012 adashmasam yillarda bitta quyon bilan boshlangan narsa bu. U ham qanday bo'lganda, qo'shni quyonni joy yo'qligi sababli turib tursin, 2-3 kundan olaman bu tug'ishi kerak deyishdi. Keyin it qandaydir nimasidan chiqib ketib, arqonidanmidi, zanjiridan quyonga kelib, qafasini oldidan rosa hujum qilishga harakat qilgan. Quyon stressga tushgan. Shovqin suron u tomondan bu tomondan it hujumiga uchrab, it tegmagan, lekin ovozi bilan qo'rqitib qo'ygan, cho'chitib qo'ygan. U quyon sholga o'xshab qoldi, shunchaki. Endi birovni quyonni joyiga quyon olib beraman deb nima qildik? Bitta quyon olib keldim. Buni qarangki, o'sha shol bo'lib qo'ygan quyon tug'di. 2-3 kundan keyin tug'di, yaxshi bo'ldi hammasi. Svetam o'chdi. Tug'di. Shunda ikkita quyon bo'lib qoldi. Shu bilan u quyon meni qolib ketdi. Ikkita quyon bo'lib ketdi. Shu ish sababli quyonchilik boshlanib ketdi. Boqardik. Endi uyda hamma boqardi, men qiziqardim. Boqib go'shtga tayyor bo'lsa, yerdik. Jaydari oddiy quyonlar, 2,5 kilo, 3 kilo bo'ladigan quyonlar. Boshida boshlaganimda bunaqa sharoitda boshlamaganman. Lekin yerda boqqanman, oddiy qafasda boqqanman, tagi yog'och. O'lim bo'lgan, ko'p bo'lgan, xatolar bo'lgan. Kelib mana 4 yildan beri Kaliforniyskiy olib qo'ydim. Bitta Farruh aka deganlar bo'ldi, Seliskidan. U odam Olexga qo'yganimda quyon qidirib, meni oldimga kelgan, so'yilish uchun quyon. Mana aldab Kaliforniyskiy quyon deb bitta quyon, gibrid quyon berilgan. Shu narsani ko'rib, birinchi marta ko'rayotgandim odamni. Endi ustozimiz birinchi nima quyon, yaxshi quyonchilikka kirganimizda birinchi ustozimiz ana shu Farruh aka bo'ladilar. Haligacha aloqadamiz, Xudoga shukr. Shu odam aytdi, "Men shu quyonning bitta quyoningni ber, mana u Kaliforniya quyonining go'shtiga so'yiladi. Sen o'shani ol, menga go'sht uchun boshqasini ber" deydi. Xohlasang qil bu ishni, xohlasang qilma, xohlasang mening gapimga ishon. Bu toza zot emas. Men uyga borsak, men senga ko'rsataman. Qanaqa bo'ladi toza Kaliforniya, o'zing tushunib olasan deydi. Ikkilandim, keyin bordim. Mendan hech narsa nima qilgani yo'q. Baribir toza qolmas. O'zimcha o'ylayotgandim. Baribir menga hech qanaqa minus yo'q. Men borib ko'rsam, bir quyon xonasini ko'raman, olmasam ham deb quyonni ortib bordim orqadan. Borsam haqiqatan u Kaliforniyskiy quyon boshqa ekan. Mana unaqa chiroyli qilib professional endi bular ko'proq. Podvalda boqyapti, ko'p emas, lekin narxi ham o'sha payt 500 ming edi. 500 ming 4 yil oldin o'zi summasi bor. Hozir o'shalar $100 ga chiqqan o'sha quyonlar. Xullas, oddiy quyonni Kaliforniyskiy quyonga almashtirib berdi u odam menga. Bo'lmasa u odam meni tanimaydi, men u odamni tanimaydi. Shunchaki menga yaxshilik qildi. Shundan keyin men u odamning mijozi bo'lib qoldim. Qon kerak bo'lsa qon oldim, boshqa samkalarini sotib oldim. Qimmat, lekin zo'r quyonlar edi. Haligacha o'sha zotlardan va haligacha men baraka topdim o'sha quyondan. Endi Kaliforniya quyonini sotdim. Sal ko'paydik, Xikolga qiziqib qoldim. Birinchi olgan quyonim 5 ta Leyla opadan 5 ta quyon oldim. Adashmasam 3 oylik edi. Bitta samец, 4 ta samka.
Yo'q, 5 ta samka, bitta samec, yo'q 4 ta samka, bitta samec. 5 ta 6 oldim. Bir marta ishladi, samec o'lib qoldi. Jag'ini tagidan nima chiqib qoldi? Bez, gnoy chiqib qoldi, o'lib qoldi. Bir marta qochirganman. Shu bilan quyonchilik boshlanib ketdi. Endi hozir faqat xikol fermaga aylanib qoldi bu narsa. Mana shu yerdagilarning hammasi xikol qarib, ana yerda gibrid quyonlar bor. Ular meniki emas, menga berishdi ko'p tug'ilgani hisobiga. Qo'shib qo'yganim 2-3 ta kerak. Ular go'sht uchun. Lekin asosan ferma xikolda turibdi. Xikoldan rosa baraka topdim. Kalifdan buncha baraka topmaganman, lekin xikoldan topdim. Kaliflar ham zo'r sotiladi, yaxshi ketdi. Sota olgan sotadi. Men Xudoga shukr sotdim. Kaliflarni xoh ishoninglar, xoh ishonmanglar, so'yish uchun olib qo'yardim o'zim uchun. Oxirida klient chiqardi, pul nima bo'lib sotib yuborardim, so'yishga qolmasdi. Shunaqa bo'lgandi. Mana hozir mana ular bor, endi bitta ikkitasini so'yib yeb nima qilib yotibmiz. Lekin kamligi paytida nima bo'ldi? Kam emas, o'zi yaqingacha 3-4 oy oldin 9 ta xikol, 8 ta kalif bor edi. Kaliflarning ko'pini javobini berdim. Xikolga polni o'tib, hozir mana shu yerda 12 ta xikol bor, u tomonda 2 ta 3 ta xikol bor. Bu hammasi tug'adiganlar haqida gap ketyapti. Endi minus tomonlari, agar siz quyonlarni olib shunda mana shunaqa kletka qilib qo'yib, hech qancha pul ketmaydi, puli bor odamga, boshlayman degan odamga 1,5 million so'mga olganman mana shu qafasni. Buni to'ldirish uchun 450 ming so'mdan 6 ta olasiz. Bo'g'ozini bo'ldi, to'ldi, shu bilan to'ldi. Mana bunaqa sistema qilib olasiz. Yemini sotib olasiz, bo'ldi. Shu bilan boshlab ketsa bo'ladi. O'rtacha varianti mana shu. Endi kutuvlarga keladigan bo'lsak, kutuvlar sal boshqacha. Shunda quyonlar mana bunaqa tug'gan paytida hozir men nimani yoqib olaydi. Xullas svet bor ekan, shunchaga o'chirib qo'yishgan ekan. Xo'p. Endi kutuvlarga keladigan bo'lsak, qayerga kelganimni unutib qo'ydim. Mana bu quyonchalar tug'iladi. Bularni klienti tayyor deb ayta olmaysiz. Bularni sotish ham bir mahorat. Quyon boqish alohida soha, quyonni parvarishlash, quyonni sotish esa yana bitta alohida soha. Nimaga desa, quyonni boqishdan boshlaylik. Mana bu boqish quyon. Mana o'tgan kuni tug'di, 31-kuni qochirganman mayda. 31 sanada tug'di mana bu. Lekin mana unisi mana 31 qochirganman. Ikkalasi barobar qochsin, bir-birini bo'lsin, kollaboratsiya bo'ladi deb qo'shiladi deganman. Lekin bugun tug'di, bu ham ukol bilan tug'di. O'zing yungini yulganda hali oldiga qo'yib yuborganim yo'q. Endi qaranglar, mana u 11 ta bola tug'gan bo'lsa, shu paytgacha men quyon bolasini yeganini ko'rmagandim. Lekin bolasini nobud qildi mana u. Bolasini faqat boshi qolgan. Ko'zim bilan ko'rganim yo'q qanday yeganini, lekin bolasini faqat boshi qolgan. 9 ta bola boshi qolgan, 11 ta boladan ikkitasi mana bu tomonga o'tgan, tirik qolgan. U ham bittasi ana yerga qisilib o'lib qolgan. Ertalab kelsam shu ahvol. Birinchidan men esimdan chiqqan. Mana 31 da mana yasham tug'ish kerak. Men faqat unga e'tibor berib buni esimdan chiqarib qo'ygan ekanman. Ikkinchidan, ikkita bolasi qolganda og'zini yopib qo'ydim. Mana bugun yungini yuldi. Ikkita boladan bir dona bolasi qoldi. Endi oyog'i shol, to'g'risi u yashab ketmaydi. Oyog'i qop-qorayib qolgan. Mana unga qo'shib qo'ydim. Bunisi tug'gani 4 ta tug'di. 4 ta quyon tug'di. Bitta xikol quyoni birinchi marta tug'ishi bu, 4 ta tug'di. Lekin mana bu quyonimiz ikkinchi marta shunaqa ishni qildi. Bolasini nobud qildi. Mana bu quyon ham xuddi shunaqa. Buni og'zini yopib qo'yib, bolasini qanchasidir asrab qolishga erishdik. Lekin mana shu yerda bitta bola sog'lom. Ikkitasi oyog'ini yo yeb qo'ygan, yo jarohatlab qo'ygan. Qonab turganda, hozir sog'lom quyon emas, birovga sotadigan narsa emas. Minuslari, quyonchilikning minuslari. Hozir hammasi kasal bularni. Nima bo'lgan? Rinit bo'lgan. 3-4 kundan beri davolayapman. Agar rinitligim tushunsa, burni atrofi ho'l bo'ladi. Mana bunga siz ko'ryaptimi yo'qmi bilmayman. Mana ho'l bo'ladi. Buni ukol qilish kerak bo'ladi. Ampitsilin ukol qilyapman. Suviga qo'shib berdim tabletka. Bittasiga ta'sir qildi, bittasiga ta'sir qilmaydi.
Enrofloxatin ukollarni qildim. Endi yaxshi bo'lyapti. Hozir tilazin suv, mana u oddiy suv emas, hammasida tilazin degan nima bor, dori bor. Ana shuni ham solib beryapman. Bir haftadan beri bular muolajada. Bitta kasal kelsa hammasi bo'ladi. Mana shu fermadagi narsalar, u tomonda fermadagi narsalar hammasi ana shunaqa kasal bo'lgan hozir. Mana minuslari. Bularning hidi. Hozir ventilyator o'chiq turibdi, videoga olayotgan sababi. Bo'lmasa shovqindan uncha yaxshi ovoz bormasdi. Bularning joyi qishda bularni isitish kerak bo'ladi. Endi nima qilib isitmasangiz ham mana unaqa tirqishlarini yopib, hamma yog'ini yopib, o'zini o'zi isitadi, lekin baribir yoqib turish kerak. Agar joy o'ta katta bo'lsa, o'zini o'zi isitishga yetmaydi. Shunaqa muammolari bor. Endi sotuvga keladigan bo'lsak, odamlar quyon tug'ganda 50 ga 50 tug'adi. Ya'ni 10 ta quyon tug'sa, o'rtacha 5 tasi samka, 5 tasi samiz bo'ladi. Shuni hisobiga odamlar oladigan narsa qonini bir xil bitta qorindan tushgan samka samizlarni bersangiz bo'lmaydi u. Bu birinchi muammosi. Bola tug'maydi. Tug'ilsa ham o'lik tug'adi. O'lik tug'masa, bir oyga qolmasdan bitta ikkitalab o'lib qoladi. Hozir ko'pchilik so'rayapti, quyon tug'di, nimaga o'lmayapti? Ikkita, uchta odamda shunaqa muammo bo'ldi. Tagini so'rasak, bitta bolaligida bitta qorindagi bolani olgan ekan, quyonni olgan ekan. Bozordan olgan, bitta qorin deb bergan, u esidan chiqib qolgan, qo'shilgan, nimaga tug'yapti, bolasi o'lib qolyapti deydi. Shunaqa muammo bo'lyapti. Endi odamlar olsa, bitta erkak bitta urg'ochi olmaydi. 4 ta 5 ta samka oladi, urg'ochisini bitta erkagini oladi. Erkagi doim kam ketadi. Endi tasavvur qiling, mana 6 ta quyon bo'lmadi deganda 4 tadan erkagini tug'sa 24 ta erkak bo'ladi. 24 ta ayol bo'ladi. 8 tadan tug'ganda 4 tadan erkak hisoblasak, yarmini. Endi shularni sotganingizda sotsangiz 5 ta 6 ta erkagini sotasiz, qolgan hammasi 24 ta samkasini sotasiz. Bitta mana shu quyondan 18 ta 20 tagacha erkak qolib ketadi. Shuncha erkak qolib ketadi. Bularni nima qilamiz? Bularni go'shtga boqamiz. Endi 3 oylikgacha quyonlar zo'r semiradi. Mana bu yerda bor. 31-maydan boshlab men nima qilganman? Mana 30-iyulda bitta vesini ko'rganman mana. Mana shuncha quyon bor edi. Kilosi 31-mayda, mana 9-chisloda kilosi mana shunaqa bo'ldi. Shu kundan boshlab men so'yishni boshlaganman. 15-dan hisoblab so'yishni boshlaganman. Bu hozir sametslar 7-martda tug'ilgan sametslar edi hammasi. Pastaga ham xuddi shunaqa narsa. Faqat pasta 3 ta dona qolgan. Lekin bularning kilosi, mana oxiri bularning kilosini hammasini jamlab bitta qilib yozib qo'ydim. Hozir tepadagi bitta o'zligi 3 kilo bo'lgan, bular 2 kilo 800-700 ning o'rtasida yuribdi. 15 ta men o'lchaganman, uje ves olish qiyinlashib ketyapti. Bu degani rasxod qo'shimcha. Ovqatini yeydi, o'zini oqlamaslikni boshlayapti. Bularni go'shtga so'yib olish kerak bo'ladi. Agar morozinligingiz bo'lmasa, bular ovqatingizni yeb minusga ketkazib yuboradi. Morozinlik bo'lsa, solib qo'yasiz, turadi, kelin chiqqan paytda sotasiz. Endi go'shtini obyemingiz katta bo'lsa, bir nav doimiy mijoz bo'ladi. Kuxnya bilan dogovor qilishingiz mumkin. Lekin mana unaqa obyem kichik bo'lsa, siz doimiy mijoz topishingiz qiyinroq bo'ladi. Topsangiz ham bitta ikkita oladigan odamlar bo'ladi. Mana shunaqa minuslari bor. Endi ko'pchilik kutyapti. Shuni tug'adi, aytsam bolasini joyidan olib ketadi. Broilerlarni bor-ku. 40 kunda, necha kunda kelib olib ketamiz deyshadi. Bu quyonlar esa unaqa emas. Bularni sotib olishingiz kerak bo'ladi, sotishingiz kerak bo'ladi, mehnat qilishingiz kerak bo'ladi. Gruppalarga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa blogerlarni chaqirib reklama qildirishingiz kerak bo'ladi. Quyonni sal ko'proq bo'ladigan bo'lsa, 15 ta 20 ta quyon bo'ladigan bo'lsa, siz bir o'zingiz uspet qilmasligingiz mumkin, doimiy klientingiz bo'lmasa. Lekin men bilaman, o'zim quloqim bilan eshitdim, shu ishni qilayotgan odam o'z og'zi bilan aytdi. 4 ta mana unaqa xikol quyondan qo'shimcha daromad olib yotganlar bor. 4 ta mana shunaqa quyondan, xikol quyondan 2 ta 3 ta erkak, boshqa liniya bo'lganligi uchun 3 ta erkak, 4 ta ona quyon bor.
Tug'diradi, bolasi kattaroq qiladi, 2-3 oylik qiladi, sotadi. U 4 ta quyon ham normalniy foyda qoldiradi. Qo'shimcha. Buni hisoblaganda oyiga 1 milliondanmi, 2 milliondan kelib turibdi dedi. Общий hisoblaganda. Bular bu oy tug'adi, keyingi oy. Mana shu bolasi bir partiya tamom bo'lguncha shunaqa, keyin shuni oyga bo'lganda o'zi og'zi bilan aytdi. Summasini uncha esimda yo'q, lekin 1 million, 2 million qo'shimcha 4 ta quyondan deb aytdi. Kimga sotadi, qayerga sotadi bilmayman. Lekin sotiladi dedi. Shunaqa gaplar, ana shunaqa minuslari bor. Bu hamma minuslari emas. Mana yana bitta minusini aytayman. Mana u yem. Kilosi 6000 tushadi. Yemni to'ldirib qo'yaman. Nima deb o'ylaysan? Nima uchun mana bu chap tomonda qolmagan? Yegani yo'q. To'kib tashagan. Mana shu quyonimiz to'kib tashagan. Har safar kelib, har kuni quyoningiz yem to'kaversa, 500 grammdan ham, 300 grammdanmi, 200 grammdan, 100 grammdan ham to'kib tursa, 100 gramm to'kmaydi-yu. Ertalab 1 kilo solib qo'yasiz. Mana krujkaga, misol uchun, suv turibdi, lekin shunaqa krujkada yem beraman. 800 gramm ketadi. 800 gramm yemni ertalab kelasiz, yo'q, yarim kilosi pastda yotgan bo'ladi. Bu minus sizga. Har kuni yarim kilo yo'qotaversangiz, to'g'ri kelmaydi. Endi mana kecha o'tlarini yulib olganmiz. O'zi o't bermayman ancha munchada, lekin boshqa ilojim yo'q. Hozir bunga yem bersam, yemni yana to'kib qo'yadi. Bu tug'ish kerak. Bu 23-da qochirilgan samka. Beda solib qo'ydim roddomaga, yeb yotsin deb. Yeb yotadi, kelib titadi. Agar uzunroq beda bo'lganda edi, to'kib qo'yadi mana. Keyin o't qo'ydim. O't qo'ygandan keyin qorni shishi bor. Mana unaqa o'ksiz solib qo'ydim suviga. Mabodo qorni shishmasin deb. Ana ularga ozgina berib qo'ydim. Nima bo'lar ekan? Hozir bu risk. Ertaga quyonlarni qorni shishib o'lib qolsa, shuncha quyonchadan aylanaman. Nechta quyon bor? 8 ta bittami bor edi. Shuning uchun shunaqa minus tomonlari bor. Dorisi bor, ularni davolashi bor, tug'dirishi bor. Shuning uchun quyonchilik ham oson emas, oson tutmanglar. Hamma kasbni o'ziga yarasha nimasi bor. Lekin bitta narsani aytaman. Odamlarni aldab, yo'q narsadan pul qilishyapti. Misol uchun kartaylardan yechib olishadi phishing yo'li bilan. Kiber xavfsizlik temasi bu. Yo'q narsani quramiz deb, hozir agar bilsanglar, kadastr muammo bo'lyapti. Bu bitta oddiy aholida emas. Dom qurishni sekinlashtirish uchun kadastr berish qiyinlashib qoldi. Ya'ni domni hujjatlari. Yo'q narsaga pul tikasiz. U kadastr ha degani chiqavermaydi, keyin u mashinnikka chiqadi. Yo'q narsadan pul qiladi, qamalib o'tirib chiqadi 2-3 yil. Firibgarlik nimasi bo'yicha. Shuncha pulga kuyib o'tirasiz. Agar eshitgan bo'lsanglar, konserva bankada bir qidirib ko'ringlar. Havo qaysidir dam oladigan joyni havosi deb pustoy narsani yopib og'zini sotgan. Pul qilaman degan odam qilsa bo'ladi, mehnatiga tayyor turish kerak bo'ladi. Keyin siz bilmaysiz qayerdan kelishini. U tepadan keladi. Shuning uchun balki sizning yo'nalishingiz quyon. Menga shaxsan kalif yo'nalishi uncha nima bo'lmadi. Sotdim, pul qildim, lekin xikoldayin natija bermadi. Kabutar boqdim, qiziqish uchun. Sotganim yo'q u narsani. Kimdir kabutar sotadi. Uni $10,000 sotilmadi dedi. Qush kelib urib ketadi. Hamma biladi, mana shu nimalarni. Mashhur bo'lib ketadi shu Instagramning shortsdami. Xuddi shunday kimgadir to'g'ri keladi, kimgadir to'g'ri kelmaydi. Buni yoz paytida buni sharoitini qilish kerak edi. Tekinga kelmaydi mana bu narsalar. Mana shu ikkita karton bilan mana bu bitta ventilyatorning o'zi $100 ga tushgan menga. Hali yasatishini aytmadim men. Uni ramkasini yasash kerak, motor olish kerak. Motor eng arzon motorni olsam 400 qancha ming ekan. 330 mingmi shuncha. Bunga sistema qilasiz.
Shlanglarini qilasiz, bochka olasiz, yerga ko'masiz, ustanovka qildirasiz, qilasiz. Agar o'zingiz qila olsangiz, men o'zim qildim. Shuning uchun mana shunaqa muammolari bor. Mana shularga agar tayyor turadigan bo'lsangiz, sharoitini qilib bermaysiz, quyonlar o'ladi. Hozir ham juda ko'p yozishyapti. Quyonim o'lib qolyapti. Katta quyonlar yoz paytida o'lib qoladi. Bunga bitta sabab issiqlikdan o'lib qoladi, sharoiti yo'qligidan. Mana shu gradusning bekorga turgani yo'q. Bu влажность, havo namligini ham ko'rsatadigan narsa. Hozir 25 normal optimal variant bu. Lekin tashqari 40-45 gradus bo'lganda bu 30 ga chiqadi. Mana shuni yoqsam agar yoqmasam bu yer dim bo'lib qoladi. Havo namligi baland bo'ladi. Hozir nimani yoqdim-u 48% ga tushdi. Bo'lmasa 60% edi havo namligi. Ventilyator yoqilmasligidan oldin. Shuning uchun kim quyon boqmoqchi bo'lsa, ana shunaqa minuslarga tayyor turishinglarni so'rab qolardim. Video manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Sababi hamma ham aytavermaydi bunaqa ma'lumotlarni. Quyon boqadiganlar bunaqa ma'lumotlarni hammasini aytavermaydi. Chunki hamma o'z tovarini o'tkazishni xohlaydi, narsasiz ketishini xohlaydi. Lekin kim boqmoqchi bo'lsa, o'zi bitta ishni boshlashdan oldin yaxshilab o'ylab qo'yish kerak. Minus tomonini ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.